Yaxshimi qizlar, qat'iy kirim qilish uqmaydigan shin-shu qizlar, mushu yayichonni qilib sinab yiqqanlar qizlar shunchalik oddiy ham kirmanglar, shunchalik pokiz holatda chiqadi. Birinchi bo'lib qizlar ko'zimizga metonlarimizni taqolmiz. Meton tanlagan vaqtda mushunga o'xshash kulrang va yoki yeshil aralash bir xil xunshi chiqadigan metonni tanlasanlar bo'ldi. Meton taqashni nurg'un qizlar uqmaydi ekansizlar qizlar. Meton xididan elib, metonning ichidan chiqadigan mushuning ustiga qo'ysizlar qizlar. Ko'zinglar bo'ldi va mushunda holati o'ng holati. Andan keyin ko'zinglarni pastga tatib, ko'zinglarni yo'g'a echiblar taqab anki ustida qo'ysanglar qizlar. Ko'zinglarga meton shunchalik chiroyli holatda taqildi. Mushu tarafmi ashunda. Undan qizlar, men nadidan ziyada yana taqash uqmaydi ekan, taqib qolsanglar, qanday taqaymiz degan vaqtda mushu ikki qo'linglarda ko'zinglarni yo'g'a echib mana shuna taqsanglar qizlar metonni shunchalik oddiy holatda taqashni o'rganib ketalaysizlar. Undan keyin qizlar o'zinglarni ishlatayotgan mushu tovuqlarni ishlatgan chimxoya bo'lib qolib qolsa yuzimizga cho'qim pushuy qilamiz. Yuzinglar quruq bo'lsin va yoki mayliq bo'lsin, kirimdan burun yuz terimizga cho'qim pushuy apamizaq bo'lmaydi. Undan keyin yuzimizga suvlan berib o'tgandan keyin mushunga o'xshash tetishon va yoki mushu o'zinglarni ishlatayotgan juye chimxoshonlar bo'lib qolib qolsa yuzinglarning mushu kafin bo'lgan yeriga mushta o'g'ilgan holatda singdirib olsanglar bo'ldi. Yuzimizga suv bilan juyeni berib olgandan keyin qizlar qaranglar, yuzinglarni tutsanglar bir xil yumshoq holat keldi. Andan keyin biz o'zimizning findiyalarini ishlasak bo'ldi. Bugungi qilgan kirimiz mushu yayichon bo'lganlik uchun biz odatda mushu o'zimizning terisiga mos kelgan holatdagi findiyani ishlatamiz. Qo'linglarga ikki taldan uch qatim siqib olgandan keyin anakin qo'limiz ulashtirayotgandan keyin yuzinglarga berib olsanglar bo'ldi qizlar. Yuzinglarga bergan vaqtda shunday holatda berib olamiz. Andan keyin mush oson kafin bo'lgan qizlar ham burninglarni yenib shunday holatda cho'klatgan holatda mush burninglarga singdirib olsanglar bo'ldi. Andan keyin quruq bulut bo'lsin bo'ldi, yo'l bulut bo'lsin bo'ldi qizlar, shu yuzinglarga mayni urib singdirib olamiz.